Assalomu alaykum. Alt Motors ofitsial showroomidan keyingi modellarimiz obzorini ko'rsatamiz. Bu bizda Leon modeli, Leon bis kabina, Leon poli kabina. 200 kubli, 2 tonnalik, bak sig'imi 26 litr, 5-6 litr benzin rasxodi, radiator sistema, amortizator prujinalar mustahkamidan qo'yilgan, motor original, balonlar 500 ga 12 tali, 2 tonnali. Bu bizda Leon oddiysi, Leon polikabinali. Polikabinali ko'rinishi, old qismi mana shunday ko'rinishda. Oyna artadiganlari bor, bokovoy qismlari, antifriz, benzin, torpeda ko'rinishlari, magnitofon, kolonka hammasi bor joyida. Mana shunday ko'rinishda. Buni 3-modeli bor. Mana shunday bis kabina ko'rinishda. Samasvalli. Orqa yuk qismi o'zi ko'tarilib tushadi. Yukni qo'lda tushirilmaydi, yuk o'zi ko'tarilib tushirsa bo'ladi. Mana shunday modellarimiz ham bor. Kuzatib boring, podpiska, like bosing. Keyingi qismlarda keyingi modellarimizni yana qo'yib boramiz. Aloqa uchun opisaniyada nomerlar yozib qoldiramiz.